Sensan ona yurtim, ey ko'hna azim. To'yu tomoshongda navoyu nazm, madhingni kuylashga qildilar jazm. Qancha ustoz, qo'lda damsoz Xorazm. Xorazm milliy musiqa san'ati, o'zbek milliy musiqa san'atining bir irmog'i hisoblanadi. Jozibasi o'zgacha, insonga xush yoqadigan chiroyli ohanglarni o'zida mujassam qilgan Xorazm kuy qo'shiqlari avloddan avlodga o'tib kelyapti. Biz hozir ijodiy guruhimiz bilan birgalikda Urganch shahrida istiqomat qiluvchi doimiy hamkorimiz, musiqa muxlisi Ulug'bek Ismoilov xonadoniga tashrif buyurdik. Oldingi ko'rsatuvlarimizning birida mana shu joyda navozandalar, taniqli ustozlar va muxlislar bilan mashvarat o'tkazgan edik. Chiroyli mulohazalar, amaliy jarayonlardan bahramand bo'lgan edik. Bugun ijodiy an'anani davom qildiramiz. Yana navozandalarimizning so'zlariga, fikrlariga quloq tutamiz. Ohanglardan bahramand bo'lamiz. Chiroyli qo'shiqlar istirohat damlaringizga fayzu tarovat ulashsa ajab emas. Ben bu Ulug'bek Ağa'nın uy muzeyini görüp juda ta'sirlandim. Bu işini bu kılıç hem benim hem koludan emas. Endi kanı hemme uyda shunday muzeylar bo'lsa, endi mening ham ko'nglimdan shunday narsa o'tdiki, mendan ko'p narsalar bor. Men ham shu narsani qilsam bu ajab emas. Lekin men bu yerga birinchi kelishim. Lekin ko'p marotaba ko'rganman bu yerni, efir orqali ko'rganman. Lekin hozir o'zimni juda boshqacha his qilyapman. Bu insanın birinci öz vatanına, öz evladına bo'lgan muhabbeti bu. Bu tarixte kalış. Hele aytadı ki, namı çıkmagan yigitden bir namı var tepelik yaxşı deydi. Ulug'bek Ağa'nın kılgan işleri taksirlerine sazavar iş bu. Bir, şunu kılış gerek ki, mesela mektep okuyucuları var. Şularını hem abkiliklerini körsetsek, acaba emez. Ularının hem dünya kararları özgerse. Şahrımız mimarlarını, turistlerini hem apçılıp şunu göstersek, bu juda katta iş bo'ladi. Bizning dasturlarimizning doimiy hamkori bo'lgan Ulug'bek Ismoilov xonadoni san'atkorlarimizning bir oshiyoniga aylandi. Aynan ana shu joyda mashhur san'atkorlar, O'zbekiston xalq hofizi Farhod aka Davletovning qo'shiqlarini, mashhur hofiz Azamat Otajonovning ham qo'shiqlarini yozib olganmiz. Sizlar eshitmagan, aynan mana shu joyda kuylagan, hali efirga uzatilmagan taronalari ham bizning javonimizda saqlanadi. Ana shu qo'shiqlarni ham sizga taqdim qilishga niyat qilganmiz. Birdir Resul hak, kim bildi, kim bilmedi. Xudo birdir Resul hak, kim bildi, kim bilmedi. Farishtalar muhabbarha, kim bildi, kim bilmedi. Farishtalar muhabbarha, kim bildi, kim bilmedi. İnsani himmettir, halalını kadri kımmettir. İnsaf insani himmettir, halalını kadri kımmettir. Haram günahtır, illettir, kim bildi, kim bilmedi. Haram günahtır, illettir, kim
diyanet yok. Diyanetçe diyanet yok. Bir ustada keramet yok. Hadi. Bir ustamda keramet yok. Kim biliyor, kim bilmedi. Kırda yürgen ervanına, sen de küngen pervanına. Mi azabır Kur'an'ını kim bildi, kim bilmedi. Zülve gel yalgan hayat dünya, peşesi hayat mamat ahiret niyet kusrat kim bildi, kim bilmedi. Min ayttim yaman yaşını, derli yürgen nakşını. Min ayttim yaman yaşını, derli yürgen nakşını. Kalbe derya bu bakşını, kim bildi, kim bilmedi. Kalbe derya bu bakşını, kim bildi, kim bilmedi. Kim bildi, kim bilmedi. Kim bildi, kim bilmedi. Har bir muxlis qo'shiq tinglash uchun qandaydir bir tayyorgarlikli bo'lishi kerak. Unda mana shunday imkoniyat bo'lishi kerak deb o'ylayman. San'atkor sifatida bu fikrga qanday qaraysiz? Albatta insonda estetik tuyg'u bo'ladi. Alloh taolo baxsh etgan. Shu tuyg'uni birida ozroq, birida o'rtacha, birida ko'proq bo'ladi. Ana shu asosda o'zi qiziqib boshlaydi. Lekin bu shinavanda uchun aytilgan gap bu. Lekin qo'shiqni yetkazib berish, ta'sir qildirib bilish bu ishlarchiga ko'proq bo'ladi. Masalan, mana shu Farhodjon bilan Komiljondan hozir ikkisini qiyos qilamiz. Mana Farhod Davlatov deganda albatta klassik ishlash ko'zimizga keladi. Farhodjon haqiqatan ham shu klassikaning fidokori. Ko'p maqomlarni biladi, Toshkent maqomlarini biladi. Buni o'zi bo'lmaydi, Umarbek. Buning uchun katta mehnat kerak. Komiljon ukamiz ham shunaqa. Komiljon Kajang deb behuda laqab olmagan. Demak, shu Kajang sovrini xalqqa yetirib bilgan Komiljon. Ayrim yerlar bor o'zi, ya'ni teskari hang bor. Kajang hang degan teskari hang degan aslida. Qo'shni o'ralib nafas cho'zimi yetmay qoladigan yerlari bor. Shularni ham xalqqa yetkazib bergan shuni. Aytishuvlarni faqat televizion eshitishda emas, menimcha tanlovlarda, to'y bazmlarda ko'proq qilib shuni targ'ibot qilsak, buning ham foydasi katta bo'ladi degan. Albatta. Yoshlar eshitish kerak buni. Albatta. Muxlislar ham salgina yiroqlashgan. Targ'ibot kerak. Targ'ibotni sifatli qilish uchun ijrochi bo'lish kerak. Ijrochining ham katta mahorat kerak, katta mehnat kerak. Mana bizning hayotimiz davomida ko'p davrlarni ko'rdik, targ'ibotchilarni ham ko'rdik. Endi bu maqtov emas bu. Shu Ulug'bek ukamiznikiday men shu qiziqishni, shunaqa muzeylarni, mana shu
o'zi uyga san'atkorlarni ham eng iqtidorlarini shu uyda tashkil qilib, shunaqa ashula qilib o'tirganni o'zi bu beri inson bu ishni qila olmaydi buni. Shunday shinavandlar ko'p bo'lsa, ko'p bo'lishini albatta tilaklarimiz qilaman. Shu Ulug'bek akamizni ham hormay talmay, yana san'atkorlar kashf etsin. Asli musiqaning o'zi bilan, qo'shiq bilan juda ko'p ma'naviy oziq olish mumkin. Shu she'rni o'qimagan shinavanda qo'shiq orqali tinglagandan keyin she'rga e'tibor berib boshlaydi. Masalan, Alisher Navoiyning Ag'i Bomazning Mashrabning Maxdumquli so'zlarini endi xalqning ko'pchilik qismi qo'shiq orqali taniydi. O'zlari uncha o'qimagan bo'lishi mumkin. Bu ahamiyati katta buning musiqaning. Ham insonning estetik didini yana oshiradi. Qiziqqan sari san'atning ichiga kirishga harakat qiladi. Yoshlarimiz ham albatta qush uyasida ko'rayni qiladi. Masalan, biz o'zimizning oilada shuni o'rgan. Yosh paytimizda ham shu klassik qo'shiqlarga biz ham qiziqqanmiz, lekin yoshlik paytdan. Chunki otalarimiz, akalarimiz qiziqqan. Yanında o'tirib shunga biz ham qiziqib ketganmiz shunga. Shu o'zlarimizdan misol qilsak xolos shuni. San'atkorlar bilan, ijodkorlar bilan suhbatlashsak, ustoz shogird an'anasi haqidagi fikr aytilmasdan qolmaydi. Shu bugungi jarayonga ustoz shogirdlik an'anasining ham ta'siri bor deb o'ylayman. Albatta. Mana shu Farxatjonlar, Komiljonlar yana aytamiz. Hojixon ustalari, Ro'zmat ustalarining izdoshi shular. Endi chiqayotgan shogirdlarimiz bularning izdoshi bo'ladi. Demak, shu an'ana, shu klassik uslub bizning. Demak, o'lmaydi. Rivojlanib boraveradi ekan. Gap uslubda. Yoshlarimiz, ashulachilarimiz ko'plari klassik uslublarni umuman unutib yuborgan. Hatto eshitmaganlar bor. Ana shu yoshlarimiz ko'proq tinglash kerak buni. Shunda kerakini olish kerak. Keyin sayqal berib boraveradi. Lekin uslubning o'zagini saqlash kerak, o'zagini. Oldingi dasturlarimizning birisida ana shu joyda o'tkazgan Navozanda dasturimizda qoraqalpog'istonlik muxlislar, san'atkorlar, baxsh akalarimiz, xorazmlik ustazoda san'atkorlarimiz, sozandalarimizning fikr mulohazalarini tinglagan edingiz. Ustozlar va muxlislar ishtirokidagi mulohazalarni bugun ham davom ettiramiz. Men shu Chinobod sanatoriyasida dam olib yotibman. Endi bunga bir 20 yilday bo'ldi. Shu yerga Sultonposhsha O'dayeva keldi. Ashulachilar kelib konsert qo'yib turadi kechqurunda. Men iltimos etdim. Ya Amatjon kelganda, ortiq akam yanında chalgan akkordeonchi bormi? Amatjon. Endi u bilan qatnashamiz-da. Amatjon dedim, bilasan, men Feruzbirni yaxshi ko'raman. Shu Sultonposhshaga shuni bir aytsin dedim-da. Shu Feruzbirda endi Sultonposhshaning ham o'zi bir shunday ashulani aytdi. Chuvining uchqani bilindi ya yerda-da. Shunday qiyamana yetirib aytdi, endi erib ketdi. Bir momon o'tirgan ekan. Ya sakir o'rnidan turdi. Qizim hozir 1 minut dedi. Men dedi Samarqanddanman dedi. Men dedi bugun keldim dedi sanatoriyaga dedi-da. Mazam qochuvdi dedi. Charchaganman dedi. Dam olib, davolanib ketgani bugun keldim ertalab dedi. Mana hozir sening shu ashulangdan keyin dedi. Damam olib bo'ldim, davolanib bo'ldim deb u yoqqa yurib ko'rsa, zo'r yuradi men dedi. Mana dedi bu. Bu sehrli ko'rdingizmi bu san'atning, ashulaning? Lekin buning uchun san'atga qiziqishimiz kerak. San'atning qadrini yetishimiz kerak. Qancha maqtansak, faxrlansak, aziz degan san'atkorlarimizning ko'pisi o'tib ketdi endi. Bomurat akam, Ortiq akam, Olmaxon opam, Rahmatjon. Endi o sani bo'lsak juda ko'p. Mana shulardan ham bir ko'rik tanlovlarini tashkil qilsak. Mana shu Komiljon akamning, Otajon og'amning ko'rik tanlovlarida qatnashgan yosh yigit qizlarning hozir O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq hofizi, O'zbekiston xalq artisti unvonlarini olib, orden medallarni olib elga tanitib yurgan yigitlar bor oxirida. Endi buni sani bo'lsakdim ko'p. Men endi birdim san'atning shaydasiman Azamat Otajon, Og'abek Sobirov, Sultonposhsha O'dayeva, mana Karimboy Rahmonov, Otamurat Nurmatov. Endi sani bo'lsak juda ko'p. Juda katta san'atkorlar chiqqan-ku bu eldan-da. Mana shularning ham ko'rik tanlovlarini shu tirikligida o'tkazsa, shular o'zlarining qo'li bilan mukofotlarni shu g'oliblarga topshirsa, bu ham qanday yaxshi bo'ladi. Mana endi men yana bir narsani aytaydim. Bizlar endi Qoraqalpog'istonlik bo'lgandan keyin mana shu ko'rsatuvni Qoraqalpog'istonda ham ko'ramiz bunda. Qoraqalpog'istonda ham mana Jenisbek Piyozovni qarang endi. Butun dunyoga tanilib ketdi hozirda. Faxrimiz qo'g'ir bizga Qoraqalpoq xalqining, O'zbek xalqining Jenisbek Piyozov. Mana Tamara To'shumova. Buningday ovoz endi men bilmadim endi. Men o'zim qoyil qolaman-da. Tan bermay ilojimiz yo'q bularga-da. Mana shularning ham ko'rik tanlovlarini. Mana undan keyin Bayram Matchonov yaxshi o'tib ketdi endi. Shuning mening yigit vaqtim o, sening qiz vaqting.
degan ashulalar bormi? Shular hozirgacha ham hit bo'lib odamlar aytib beradi shularni. Shularning ko'rik tanlovlarini o'tkazsak, shularning ham uy muzeylarini tashkil qilsak, mana shu yosh san'atkorlarni tarbiyalashda bularning ahamiyati juda katta bo'ladi. Mana shu yosh san'atkorlarimiz ham shunga o'xshagisi keladi. Ana undan shunga talpinadi. Jonli ijroda aytib, o'zining ovozini charxlab, san'atini charxlab, mana yetuk san'atkorlar shundan kelib chiqadi menimcha-da. Abdulla aka, sizdan ko'p mana takliflar olib turamiz. Takliflar albatta mutasaddilarimizga, ustozlarimizga bir dasturul amal bo'lsa ajab emas. Kelgusida tanlovlarimiz sahni juda ham kengayadi, umid qilamiz. Albatta siz taklif qilayotgan mana bugungi kunda hayot bo'lgan san'atkorlarning ham tanlovlarini, qolaversa mana Ortiq aka Otajonov, Bomurda Gamdamov, Olmaxon Hayitova, Rahmatjon aka Qurbonov, sizlar aytayotgan mana Qoraqalpog'istonlik mashhur san'atkorlarimizning xotiralariga bag'ishlangan xonandalar tanlovlarini, musiqa tanlovlarini uyushtirsak, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. San'at bayramlari bardavom bo'ladi, ijodiy targ'ibotlar yana ham mukammallashadi. Suhbatingiz uchun rahmat. Ismoil aka Hayitniyozov ustoz navozanda. U kishi ham ashula aytadi, ham sozandalik qiladi. Bugun donishmandlik faslida keksalikni gashtini surayotgan bo'lsa ham, hali hanuz ijodni qo'ygani yo'q. Endi u kishining bir yoshlik paytiga qaytmoqchimiz. Ustoz til ijodkorlaridan birisi Urganch tumanida istiqomat qilayotgan Madrahim aka Vaysjonov teleoperatorlik qilganlar. Faoliyati davrida Hazorasblik biz bilan suhbatda bo'layotgan Ismoil Hayitniyozovni suratga olganlar. Aynan o'sha paytdagi tasvirlar xonandaning ilk konsert dasturlaridan biri bo'lgan ekan. Kirmamanlik bilan o'rnida turgan qoshni elchilar odamda bo'lgan sadlar qoshni yo'lda joningdan aziz qilib senga shin yo'ldan oshni yo'liga sol kelsa qo'lingdan aqli pastki oshni el uchun qilsan ziyon toshlarga o'rgil boshni odam o'g'li bo'lmag'aysan bo'lmasa senda vatanov el aro sharmanda dursan bo'lmasa sharmul hayo toza dillarki yuraklar birla bo'lmas oshna na qilay bunday kunni bo'lmasa vafo saqlamas sandiqda hech kim ummati yo'q hayot shunday ekanki, umr o'tar, vaqt o'tar degan so'z ham bor-ku. Ko'p ustozlar bilan men ishlashdim. Mana Almaxon opa Hayitova, Quvondiq Iskandarov, mana Toshkentda ishladik. Shularning ko'p saboqlarini oldik. Endi shu Almaxon opamning shunday bir xislati bor ediki, u inson vaqtlari konsertlar bo'lar edi. Shu konsertlarga chiqqanda aytar ediki, Ismoil hozir chiqamizda bir hang qilamiz, shu bilan bu sahnadagi odamlarni olamiz. Keyin nimani aytsak aytaveramiz degan so'zlari hali esimdan chiqmaydi. Shu inson ham ko'p tarbiya berdilar bizga. Quvondiq ustalar bilan birga ishladik. Ularni yonimda sondachilik qildim. Quvondiq usta ham shunday bir qiziq gapni aytdilarki, bir paytlari konsertga chiqamiz, shu balam yuri qani, hozir chiqamiz, chiqib turib sahnada o'rtoqlar 4 ashullarni qarsak chalsangizlar ham aytaman, chalmasangizlar ham aytaman degan vaqtda xalq qarsak chalib berganda ularning o'zine bir jalb qilish uslublari bor edi ustozlarning. Ko'p ustozlarning duolarini oldik. Hattoki Tojikiston xalq artisti Jo'rabek Murodovlarning ham davralarida o'tirib, Kamoliddin Rahimovlar mana o'tirib, shu insonlarning ko'p duolarini olib birga shular bilan ishladik bizlar. Olmaxon opamni qo'shiq aytish uslubi sizga yuqqan joylari bo'ldimi? Balkim ashulalaringizda sezilar bu narsa.
Elbette bir günü karasam apam bir söz tapıp oturuptular ki başımını itip asman bağımga kilermişsiz. Degan bir sözü ya onun kılıp ayıp duruptular ya onun kılıp ayıp duruptular. Keyin aytdim apaş sözünü bana berin kayın dedim. Keyin koluma aldım da şu aşımını itip asman bağımga kilermişsiz degan şunu musikasını birge oturup işledik apam bilan. Köp jarayonlar bo'lgan. Bir to'yda apamning ovozlari ishlamay qoldi. Hatto shu apamning pardasidan tutib shu birga aytgan vaqtlarim ham bo'lgan. Bu olamda ulug' zot kim desam jonim onam derman deb nevaramga o'rgatganman. Apani yo'lida u kuylab qo'yibdi. Asosan sozanda bo'lgansiz. Lekin xonandalikni ham uddasidan chiqdingiz. Bunga sabab nima bo'ldi? Bunga sabab mening ustozim marhum İlham Sabirov. İlham Sabirovda shunday bir ne bor ediki, bu yerda bitta mikrofon bo'lardi. Bu derece rivojlangan emas texnika. Uchalamiz bitta mikrofonga qichqirib qo'shiq aytar edik. U aytar ediki, ayt qo'shiqni, qo'shil menga. Shuni ovozi bilan birga qo'sh, shu menga turtki bo'lgan. Qayerda sen farizat bormisan? Baxt sinagan kimsaga yormisan? O'zim sevgan go'zal yor sen eding. Go'zallikda zuhraga teng eding. Endi bugundan boshlab umuman mening ruhiyatim, kayfiyatim o'zgacha bo'ldi. Chunki men kutmagan narsa bo'ldi. Shunday insonlar bilan tanishish, qarang, bu men umuman bir boshqacha o'zimni tasavvur qilyapman hozir. Ana shunday didor kechalarda albatta yangi ijod namunalarini ham kutib qolamiz sizdan. Sog' salomat bo'ling. Bir vaqt farzandim deb qilgan jon fido, bir parcha etdansiz bo'lguncha paydo. Bugunchi qaddida bo'lida oson, keksalar diliga bermangiz azor. Ularning qalbini ag'ritmangsin ham. Bir narsaga har doim men qalbimda bir tugundim bo'lib turibdi-da. Tarixiy kitobchalarda mana shu Shashmaqomdan Xorazm maqomlari paydo bo'ldi degan gap so'zlar yuradi-da. Muhammad Yoqub Devonbegi bilan Mulla Rahmonning kitobida ham bu narsalar kiritilgan. Niyozjon Xo'ja degan 1800-yillarning boshlarida bir tamburchi ustoz san'atkor Buxoroga borib qoladi-da. Xivadan ketadi-da. Bir 15 kun bir oymi yurgan. Shashmaqomning ham chiroyli ajoyib musikalari bor, qo'shiqlari bor. Shu yerda o'rganib, endi bu yerga Xorazmga kelib u ham o'rgatgan. Bu narsani mana Matyusuf Qoratovning yon daftarchasida deydi, shu Niyozjon Xo'ja degan odam Shashmaqomni o'rganib Xorazmga olib kelib o'rgatgan. Shu narsa yon daftarchasida chiqqan deydi. Bu ma'lumot mutlaqo noto'g'ri. Birinchidan bir odamning umri yetmaydi-da. Shashmaqomni o'rganib hammasini bu yoqqa o'rgatishga. Mana o'zimiz 5 yil o'qidik, 5 ta 6 ta maqomni ham hammasini mukammal o'rganib chiqa olmadik 5 yilda-da. Shunaqa gaplar yurgan. Mana masalan, dugohimiz, segahimiz juda bir avj fardalarda aytilgan. Ularning segahi mana Farg'ona Toshkent maqom yo'llari segah, ularda unchalik katta avj yo'q. Endi bu xalqning o'zining sharoitdan chiqib mana xorazmliklarning ovozi balandroq bo'ladi. Si bemol, do, re pardalarini ola olamiz. Sharoit ob-havoga ham qaraydi. Masalan, ana Turkiyalarda eshitib turibsizlar, erkaklarning ovozi baland bo'ladi, ayollarniki past yo'g'on ovoz bo'ladi. Yoki bo'lmasa qoraqalpoqlarda. Erkaklarga yo'g'on ovoz, bos ovoz ko'pincha chiqadi, ayollarniki juda ingichka sopran ovozlarida. Har bir xalqning o'zining sharoitidan kelib, dardu sirlari, qayg'u alamlari bir mujassamlangan bo'ladi-da bu qo'shiqlarda. Yana bizning Xorazmda qo'shiqlarimizda shijoatlik, mardonavorlik, qahramonlik, jo'shqinlik, mana avj pardalarda sevgahning avjlarini ko'ring, mardonavor kuylanadi-da. Shashmaqomni bir xil degan insonlar uchun masalan bizning charyoqimiz agar ko'nglim nishod etsan o'shal shiron zijanoni qara havling ga baxsh etgun
Semerkand diyana Buxorovni. Endi bu o'zimizni charyoqimiz. Endi Farg'ona Toshkent maqom yo'llari charyoq bu charyoq umuman boshqacha. Qarangda, ikkisi ikki dunyoda buni. Yana buni aytib beraman sizga. Ömrüm gözünü nuru bilen daima bakaran. Kel kel yüzüngsüz oldu kazan. Uç bilen lazar yaran can bir zerre teşviş etmez ölenim den uçim sakinim yaran. Tapkan isene lebinme yedin ömrige medar hey canim yaran. Layık gelir gözümden akar, sel bulup yaşayayım yaran. Canım yaşayın kebirimi derdin de bir karar yaran. Haylan aydı her tarafta falan kent kuşunlarını bir ay yanar ötmekte ömür kalmadı ildiğinde ihtiyar hay canim yaran. Qadrli shinavandalar, musiqa insonga ruhiyat beradi. Musiqa ijodkorlarini agar suhbatini olsangiz, ularni kuylaridan, qo'shiqlaridan bahramand bo'lsangiz, bir olam zavqqa to'lasiz. Mana dasturimizda biz vohamizdagi taniqli navozandalarni bir chaqirib, ularning mashvaratlaridan, chiroyli suhbatlardan bahramand bo'lishga harakat qilyapmiz. Mulohazalarimiz, fikrlarni yangariklik Matqurbon ustoz Qilichev davom ettiradilar. Bu kishining ijrosi Xorazm yo'nalishiga ham mos.
Lekin Farg'ona Toshkent aytim yo'lida kuylasa judayam boshqacha. Yoshlarimiz bu kishini bilmasligi mumkin, lekin katta avlod vakillari bu kishini ko'p qo'shiqlari bilan eslab turadilar. Matqur'on akam bilan bo'ladigan hozirgi suhbatimiz mavzusi shoir Matnazar Abdulhakim bilan bog'lanadi. Chunki Matnazar aka bilan xotiralari juda ko'p. O'zidan eshitamiz. Gizlenmecek oynap gizlendin gittin. Urdu kaçtı oynap urdundan kaçtın. Levzetip tin yığınap telefonlara neylere olanı oğuşlap saçtın. Asıl giyim giygen dili süzünü. Romalları eğri yok bir ciyeki. Seni ekitmeye giyen soğucunu yüzünden hem katleken en yekidiydi. Şey diyene bir koşukta men işiktenmez, sen mesemez, ayıksan. Bağrıdaşlık bilen adı yayıksan. Gözlerime çuvan çıkan vaktinde dağda turayıp salam versem layıksan. Göz eldimde Akçakölünü çalanı. Yitip kaldın yaktı dünya karanlığı. Bir yaraşmadık ikimiz. Sen akterek ben bir karı darangı diyen iken. Bir kublet açıp veremem. Şu koşukla. Devamını. Yürüptü düşüme kumurcan inin, üstünde ilallah tuğlanlanmış. Lakadin açıp ağzını, narvan şakasına çoğlanlanmış. Ene bolcakın şu budum yakşı düş, rahatı buyursun işke peçek saç. Emgek çekip hazır bir şekçileni, at kılına bağlap gider kallavaç. Dağaça seyriydi yüreklerimde, münmüle uykusuz kumru kurganin. Saçların çurganar hayallarıma ey, ömür tükenmezsin ölüm yalgan din. Düşüme giripti kumru can inin, üstümde ilallah toğlan yenemiş. Mahiyet indi bir yerde hem koşnaçılık hem dostluk, mesela yavuzluğa karşı ben bir küreş de indi Kallavaş tabanına. Bu qo'shiqlarni aytganda shu xuddi baxshi otalarimiz kuylagandek ular ta'riflab turadi-ku dostonni. Ayniqsa bunda ta'rif kerak deb o'ylayman. Har bir bandida. Chunki ayrimlari juda ham tushunarli, lekin hozir aytganlaringiz juda ham bir qiyin bir mushohadaga zarur. Ömürbek yine bir kurbetini aytıp vereyim fakat sözünü. İşlerinden başlardım serekmiz. Köp tursayma bir eve gerekmiz. Mavat etme dağın barda dayangan bize hem Allah Teala'ya derekmiz degen de şair. Vatan doğrusunda bir koşku var onu. Secdeler imkanı kindir, tör tamanım sendedir. Evvelim hem sende yurtum hem hamanım sendedir. Sendedir eli yağlarım, ahu fıganım sendedir. Kimli bir ayan etkil nişanım sendedir. Başta isnat bolsa hem ki bolsa şanım sendedir. Geledi yaxşılar kaşıya bağlap başlap barmasa yolmaz yolum. Min çiçek bilen kaplandılar 10 gün solum. Oy hayalın birler roşan bu yürek aydek tulum. Tekse yerge yelkem akşam tan seher tuttun kolum. Şah Celalüddin-u Mahmud pahlavanım sendedir dedi. En ahirinde geleden. Sen bilen ben gahı gamgin, gahı şadman sen bilen. Sahibi tali ve sahip itikadman sen bilen. Sen bilen men küyü koşukturman, beyatman sen bilen. Lekin sen ki mensiz ber hayatsan, men hayatman sen bilen. Men demez canın, ne vakit ki canım sendedir dep devam kıldırdı şair. Secdeler imkanı kindir, tört tamanım sendedir. Evvelim hem sende yurtum, hem hamanım sendedir. Sendedir el yağlarım, ahu bağanım sendedir. Kimliğimi bir ayan etkil, nişanım sendedir. Başta isnat bolsa hem ki
olsa şanım sendedir. Matazar akamni aynan ana shu bir quchoq gul she'rlarini Abcho'rbek akam qur yozib ham ijro qiladi. Abdusharif juda ma'qul qilib Xalpa yo'lida oldindan ham aytib keladi u. Yaxshi kunlarda, tadbirlarda ko'rishamiz. Haqiqatda shu Matnazar Abdulakimning she'riyatini juda dil bog'lagan bu. Qoyil qilaman. Ayriliqda osmonlarni oyisan, yuragimni yaxshi ko'rgan joyisan. Nozing bilan qoring aralashganda, vaq o'sha yana gök qarg'ani qoyisan degan. Nozing bilan qori qo'shilishga vaqtida gök qarg'ani ham qoy bo'ladi-ku. Shundaysan, shunday olib kelasan deydi-da shoir. Seviklilarga aytiladigan edi. Eşit periyim aşık oldum ben sana baştan doğrusu. Bir görmeyin mayıl oldum göz bilen kaştan doğrusu. Könlümün kız çağı sensen, bütün alem şahı sensen, yedi felek mahı sensen, sel aktı yaştan doğrusu. Yedi felek mahı sensen, göz doldu yaştan doğrusu. Aylar penekli çerki Yüzü Züleyha onu kör ki Aylar penekli çerki Bilinmez adamın farkı Bir kara deşten doğrusu Sezilmez adamın farkı Sin salıp geçten doğrusu. Biz alınır kalın bilen adam solar zulüm bilen Nasibengül ölüm bilen dinar teşvişten doğrusu. Yakşı yama saçar her kişiden devran köçer. Namert yiğit aybını açar bildirip dişten doğrusu. Akşam ve ay derya çeti hoşmez joy İçer bolsa her şimey Yetermiş hoştan doğrusu.
ahir zaman bela gelir Yaxşı yomon hamma bilar ey Birov yig'lab birov güler Gün chiqar choshdan doğrusi Yolbaş güller sağ içinde Kurtlar yürür lay içinde Geda yürse bay içinde Akarar saçtan doğrusu Maktım kula hamra olsan Naçarlarını köyünden alsan Ger pınavi hamra olsan Naçarlarını köyünden alsan Yakşı bilen oynap gülsen Ayırmaz hoştan doğrusu Yakşı bilen oynap gülsen Ayırmaz hoştan doğrusu İşit perim aşık oldum Ben sana baştan doğrusu Bir görmeyin mayıl oldum Yüz bilen kaştan doğrusu Yüz bilen kaştan doğrusu Qadrli muxlislar, mana mening qo'limda Navozanda musiqiy dasturimizning logotiflari tushirilgan esdalik sovg'a. Bu bizning hamkorimiz Ulug'bek Ismoilov va uning farzandlari tomonidan yaratilgan nishon. Mana Hazorasbek ustozimizga atalgan diplomlari ham bor, hozir e'lon qiladilar. Xorazm klassik va lirik ashulalarini mohir ijrochisi, taniqli xonanda va sozanda Ismoil Hayitniyazov Navozanda teri ko'rsatuvini hamkor tashkiloti maxsus diplomi va esdalik nishoni bilan taqdirlanadi. Ben hakikaten kütmeyen narsa oldu. Ben bunu hiç kütken emas edim. Rahmet. Şunun bende bir gurur. Kaytadan indi. Yine özümde bir ilham bir payda oldu. Bunun için elbette Ulug'bek Yazı'ya rahmet. Xorazm Teleradyo kampanyasıya rahmet. Şimdi benim şu kem tarana sanatımı itibara alıp şu işlerini kılıp durup dururken ben minnettarım. Bu benim uyumda saklanadı. Bu benim nevarelerim, benim aktıklarım, çoğuluklarım bunu elbette görüp babamız şundan insan bolğan ekanlar degan fikirge elbette kederler. Mən Ulug'bek ağamını görgen vakit aytdım ki siz beni qoşuqlarımı tınlaganmısınız desem he dediler. Çünkü özünüz bilesiz benim özümge yaraşa bir yolum, özümge yaraşa kuyum, özümge yaraşa qoşuqlarım var. Şunun bir neticesini ben hazır görüp durupman elbette ben xursatman. Milliy musiqa san'atimizni namoyish qilib, mana shu butun yerimizdan o'tgan, rahmatli bo'lib ketgan san'atkorlar va bugun sizlarning afsona bo'lib qolgan san'atkorlarni topib, ularni izlab, televideniyega olib chiqib, mana buning taqdirlash ishlarini qilyapmizki, xalqni o'zi ham buni ko'rsin. Ular ham takliflarini bersin. Yana kimlardir bordir, bizlar bilmaydiganmizdi.
Bu albatta milliy musiqa san'atimizning targ'ibotiga ulush, hissa bo'lib qo'shiladi. Qolaversa, biz bilmagan, unutgan san'atkorlarimizni yana bir bor muxlislarimizga yaqindan eslatish, keksa san'atkorlarimizning mulohazalarini yetkazish va tajribalarini o'rganishdan iborat. Oddiygina mato dasturxon bo'ldi, matolar ichida so'ng xon bo'ldi. Oddiygina mato dasturxon bo'ldi, matolar ichida so'ng xon bo'ldi. Umrbod ko'rgani tomnon bo'ldi, do'stlarni jamlagan dasturxon aziz. Umrbod ko'rgani tomnon bo'ldi, do'stlarni jamlagan dasturxon aziz. Do'stlarni jamlagan dasturxon aziz. Oddiygina mato dasturxon bo'ldi, matolar ichida so'ng xon bo'ldi. Umrbod ko'rgani taom non bo'ldi, do'stlarni jamlagan dasturxon aziz. She'r akasam mana shu so'zlar ko'p ko'nglimga kelaveradi. Ana shunday fayzli xonadonga kelgan vaqtimizda Ulug'bek akamizni mehmondorchiligini bog'lanib, men bu yerga kelib xuddi bir oltin topgandek bo'ldim-da. Bu yerda endi ijodxona alohida. Bu san'atkorga juda zarur bo'lgan narsa. Men o'zim ham shu narsani qilmasam bo'lmaydi degan bir narsa o'tdi ko'nglimdan. Ulug'bek akamizni qilayotgan ishlari bilan shu hurmatim yana oshib, bu kishiga rahmat aytkim keladi. Mehmon kelsin har kun niyat qilurmiz. Mehmonxonamizni ochib qo'yurmiz. Mehmon kelsa yaxshilikka yo'yamiz. Dunyoga mehmonmiz, biz mehmon aziz. Bir kuni hammamizdan hammasi qoladi, lekin qilingan ijod yashayveradi degan ma'no kelib chiqadi bu kishining ishlaridan. Albatta. Ko'p kuch, energiya olib ketaman bu yerdan. Ulug'bek akamdan oilasida shunday ijodiy kechalar bo'lib turgandan keyin bularni ham bolalarini, veralari shunday buyuk shaxslar bo'lib chiqadi deb havas qilib o'ylab, endi o'zim ham shu uyda ijodxona qilaman degan bir ko'nglimga niyatlarni tuyib qo'yibmiz. Siz esa qaydadir, biz esa qayda? Hozirmiz rizqimiz to'kilgan joyda. O'zbekning himmati bir piyola choyda. Yodni do'st qilguvchi tuzunon aziz. O'zbekning himmati bir piyola choyda. Yodni do'st qilguvchi tuzunon aziz. Yodni do'st qilguvchi tuzunon aziz. Qadrli muxlislar, bugungi mulohazalar, chiroyli ohanglar va ijodiy muloqotlarimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa ajab emas. San'atkorlarimiz ustoz shogirdlik an'anasida o'zlarining baholi qudrat ilg'orliklarini namoyon qilyaptilar. Ana shu dasturimizning o'zi ham, bu yerdagi bo'lgan muloqotlar ham ijodiy amaliyotlarga kiradi. Bugungi dasturimizni efirga uzatishda yaqindan yordam ko'rsatgan doimiy hamkorimiz, Urganch shahrida yashovchi musiqa muxlisi Ulug'bek Ismoilov va uning oilasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorliklar davomida hali ko'p yangiliklarni sizga taqdim etishga birgalikda harakat qilamiz. Bugungi diqqat e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirar ekanmiz. Musiqa doimo hamrohingiz bo'lsin deb qolamiz. Salomat bo'ling. Mehmon kelsin har kun niyat qilurmiz. Mehmon xonamizni ochib qo'yurmiz. Mehmon kelsin har kun niyat qilurmiz. Mehmon xonamizni ochib qo'yurmiz. Mehmon kelsa yaxshilikka yo'yamiz. Dunyoga mehmonmiz, biz
mehmon aziz. Mehmon kelsa yaxshilikka yo'yamiz, dunyoga mehmonmiz biz mehmon aziz. Dunyoga mehmonmiz biz mehmon aziz. Özgelarni degan, o'zim demagan, borim baham ko'rgan mard mezmon aziz. O'zgalarni degan, o'zim demagan, borim baham ko'rgan mard mezmon aziz. Borim baham ko'rgan mard mezmon aziz.